Squid Game'da ham ikkinchi sezon chiqibdi. Endi maza qilib ko'raman deb ne ko'z bilan qaramayki, mani sevimli sushkalarim qolmabdi. Hozir birpasda tayyorlab tashlayman deb idishga ozgina suv, bir choy qoshiqdan tuz, shakar, yog' solib, venchikda yaxshilab aralashtirib oldim. Unimizga bir choy qoshiq razlixitsa solib, tog'orachaga solib yaxshilab aralashtirib, yumshoqroq xamir qorib oldim. Sizlar ham eshitdinglarmi? Squid Game'da ashlarga qaraganda 3-sezonni ham shu yil chiqar ekan. Shu gap rostmi, yolg'onmi? Kommentariyada yozib qo'yinglar. Xamirni yaxshilab mushlab oldim. Menga obuna bo'lishni unutmanglar. Men yangi yilda oxirigacha 100 mingta bo'lishini niyat qilib qo'ydim. Albatta bunga sizlar yordaminglar bilan erishaman. Xamirimizni mushlab bo'lgandan keyin ustini istirishlar 10-15 minutga biroq joyga olib qo'yamiz. Negativlashishni ham gapirmasin deb yaxshilab artib oldim. O'zbek qilish toza turadi. 10 minut dam olgan xamirimizni to'rga bo'lib olamiz. To'rga bo'lingan xamirimizni yana to'rga bo'lib, uzunchoq lentalar qilib yasab olamiz. Sizlar kino ko'rib nima yeyishni yaxshi ko'rasizlar? Kommentariyada yozinglarchi. Kim kommentariyasi ko'p layk yig'sa, o'shani aytgan narsasini qilib ko'ramiz. Mana shuna lenta-lentacha qilib turib, barmog'imizga o'rab, yumaloq mana shuna sushkalar hosil qilamiz. Listimizga ozgina tuz sepib, ustidan sushkalarimizni birma-bir terib chiqamiz. Sal mayda ish bo'lgani uchun ukamni ham yordamga chaqirdim. Mana shunaqa baymaq-saymaq qilib bo'lsa ham yasashvordi. Xopkani ikkovi tarafini ham yoqib, 180 gradusga qizarib pishib chiqqungacha jo'natib yuboramiz.